Assalomu alaykum O'rta Osiyo, buyuk Turon, ahli jamoa. Sizlarda bir maslahatlaring kerak bo'lyapti. Ko'pchiliklar kommentariyada bu bayroqlarni qo'yib boshqa video qilmagin deb yozgan. O'shaning uchun sizlarga bu video murojaat bilan chiqayapti jigarlarim, jonlaring sog' bo'lsin. Mana shu bayroqlarni rasmini qo'yib video qilayimmi yoki qilmaymi, yoki to'xtataymi jigarlarim, nima maslahat berasizlar? Nima fikrdasizlar jigarlarim? To'g'ri ish qilyapmanmi, noto'g'ri ish qilyapmanmi? Agar mana shu bayroqlarni qo'yib videoni bosayvering, поддержкадamiz deydigan insonlar bo'lsa, mana shu videoga podpiska, like, kommentariy, repost bosib, kommentariyada gazini bos deb yozib qoldiringlar. Sababi bu ozgina motivatsiya bo'ladi. Mani qanchalik ko'p inson kuzatadi, qanchalik ko'p inson mana shu qilayotgan ishimni qo'llab-quvvatlaydi, podдержка qiladi, bilib olaman jigarlarim. Jonlaring sog' bo'lsin, addish hurmatdasizlar. O'rta Osiyo, Turon doimgidek nomer 1. Videoga befarq bo'lmanglar jigarlarim. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.